kunduz kuni sepayotgan, dori sepayotgan fermerlar bu hasharotlarni olib olasan. Ari yo'q. Bir dona ham yo'q. Bir dona ham ari yo'q. Paxtadagi qurtdan ham ko'ra shu asalari o'lyapti-da ko'proq. Hamma joyga shu ahvol, dori. Faqat asalari zarar qilyapti. Mana hozir yana bir atrofimizdagi asalchilarni ham holatini o'rganaylik deb keluvdik. Mana ahvol o'lik. Bular bir hafta 10 kun oldin tushgan, mana o'lik ahvolini ko'ryapsizlar. Mana shu qap-qora o'lik hamma. Endi o'zlari yo'q ekanligini aka ko'rsalar rozi bo'ladilar. Mana ahvol. Hamma joyga shu ahvol, dori. Faqat asalari zarar qilyapti. Paxtadagi qurtdan ham ko'ra shu asalari o'lyapti-da ko'proq. Paxtadagi qurt bilmayman qachon bu dorilardan shuncha doridan keyin hech bo'lmasa sal-pal kamayib yo'qolish kerak-ku shu qurt. Yo'q, foydasi yo'q. Mana shu yoqqa asalari qayta katta ziyonni shu asalari ko'ryapti. Bizning aroz ajada bir 2 kilometr nariyoqqa turibdi. Ahvol chatoq xullas. Hamma joyga dori, asalari faqat ziyon qilyapti. Boshqa narsani bilmadim.